Qo'y jigirga amroqligimda bir haftaning ichida 3 qatimdan ko'proq oilada kebab ta'mi jigar qorimiz qilib yeyman. Jigarni oilada men usul bo'yicha qo'rganda qat'iy g'ayripuruq chiqib qolmaydi. Qilish usulma nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'zingiz chiqib o'rgana olaysiz, samsa o'rganish boshlanadi ketdi. Avval yangi bo'lgan qo'y jigirining birini tayyor qilib, qiliqini nihoyat nefis qilib to'g'rab olamiz. Qo'y jigiriga chuqur oz miqdorda quyruq may aralashtirishimizni urug'liq qilganlarmishda qilgan haqiqatan nihoyat esil chiqdi. Ondan ko'k o'tashlardan ko'k qizil lazni 3 bo'linga to'g'rab olamiz. Bevosita ko'rsatishda sizlarga 89 yerni faoliyat qilib berayotgan chaplashmaydigan, buz chiqmaydigan qazimizga muvofiq miqdorda suv quyib, orqadan jigarni silib, buni bir qancha tuzib olgandan keyin qozonga nihoyat az miqdorda may quyib, quyruq mayni silib, birdam qo'rib, quyruq mayni mayni bir qadar eritib olibla, zanjivil, kesgan laza va 10 ta atrofida kavachini silib, bir nechini qo'rib olib, bir qancha pilib olgan jigarni silib, o'tni yuqori qilib 7-8 ni aralashtirib qo'rib etib, rangini chiroyli chiqarish uchun az miqdorda xunshov jonga beramiz. Keyin ko'k qizil laza va piyozlarni silib, o'tni yuqori qilib 30 sekund atrofida aralashtirib qo'rib olgandan keyin nihoyat az miqdorda tuz va qo'rimimizning limxunsi bo'lgan kebab testi solamiz. İşletkirim yalla hammamizga tunishliq bo'lgan cho'ng ustamning kebab testi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb kebab testining purqi alayt esil chiqdi. Do'stlar, chuqur bir sinab beqishinglarni tavsiya qilaman. Oxirida yana 30 sekund atrofida to'xtamay aralashtirib o'rib qo'riblar taqsilib iste'mol qilsak bo'ladi. Amsa oxirida qo'llash nihoyat oddiy do'stlar, haqsiz yurakdan birini besib, Pinglu rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llig'ingizga rahmat.